Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Zakaz qilingan eshik va derazalarni olib kelib o'rnatdik, ligirovkalarni qilib qo'yganmiz. Xo'p, mana bir chekkadan boshlaymiz. Oynalarimiz germetiklangan, yodiy oyna, qalampir gullik, eshiklarimiz ham karishniy. Xudo xolasa mana koronalar o'rtacha bo'lgan. Bu derazalarimizni joyi o'zi 1.40 qo'ygan ekan. Shuni hisobiga bo'y pastroq bo'ldi. Endi doimgidek standart. Bu yerda mana bitta, ikkita, 3ta, 4ta, 5, 6 ta eshik, 5 ta bir qanotli hamda bitta 1,5 qanotli eshik bo'lgan. Derazalarimiz soni 5 ta. Bir chekkadan ketaveramiz. Ligirovkalar joyida. Oynalar germetik. Materialimiz neamridnoy sasni. Sifatlari yaxshi, xudo xolasa mana. Materiallar quruq. Bir qanotli eshik bo'lgani hisobiga oshiq-moshiq 2 ta qo'yilgan tepasiga, pastiga 3 ta. Og'irroq bo'lgani hisobiga. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, eshiklarimizni kvadratini 1,2 million so'mdan qilib beramiz. Karishniy ranglari bilan oshiq-moshiq zamok dastavkasi ichida faqat vodiy bo'ylab, Andijon, Farg'ona, Namangan bo'ylab, Toshkentdan u yog'iga kelishuvlar asosida bo'ladi yo'l kirasi. Narxlar o'zgarmaydi, 1,2 million so'm kvadrat. Derazanikini hop 900 ming so'm qilib beramiz. Buni ham hamma yo'q ichida oynalari, laklari, hamma yo'q sifatlari yaxshisidan qilib tayyorlab beramiz. Materiallar quruq, behijolat. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Kuzatib boraveringlar, xudo xolasa bundan ham boshqacha chiroyli posonlar tayyorlayapmiz. Inshaalloh YouTube'ga joylaymiz.